Yaqinda boshimga bir sinov berib, yugurib ketayotgan oyoqlarim bir kunga to'xtadi. Yaxshi ham sinov bergan ekan, o'zimizga tashqaridan qarab ko'rdim. Dardimiz pul bo'lib qolibdi. Kambag'al ilojsizlikdan, o'rtahol orzu-havasdan faqat pul topish kerak, pul kerak, pul. Nogironlar shukr qilayotganini ko'rdim. Boylarni ko'zi to'ymayotganini. Firibgar mashiniklar o'zidan qahramon yasab, biznes motivatorga aylanib va'z o'qiyotganini, olimlar, oqillar, donolar panada yashirinib, berkinib turganini, haqdor noto'g'ri bo'lib chiqib, qarzdor uyalmasdan do'q urayotganini, ariza yozayotganini uchratdim. Iymonli bo'lishga emas, taqvodor ko'rinishga, o'zimiz uchun yashashga emas, boshqalardan yaxshiroq yashayotganimizni ko'rsatib qo'yishga intilayotganimizni ko'rdim. Eng yomoni bilasizmi nima? Mana shu holimizni bolalarimiz ko'rib katta bo'lyapti. Dubay shkolasi bilan stories qo'yish, velosipedga pulimiz yetmagan joyda Gelenwagen rulida video joylashtirish eng to'g'ri ish deb o'ylayapti. Siniy traktor bilan bolaligi o'tib ketyapti. Kvadroberga aylanib, it mushukka aylanib ko'chada yugurib yuribdi. Bir kun siz ham to'xtang, iltimos.